otamisiz? Ha! Onajonlarimiz uchun bugun bog'dan olma teramiz ekan. Olmalarimiz daraxtimizda turibdi hammasi. Men kimning ismini aytsam, o'sha inson chiqadi, olmani olib keladi va bu yerdagi savollarga javob berib, keyin joyiga o'tirish mumkin. Xo'pmi? Hamma tayyormi? Kimlar tayyor? Men. Barakalla, ofarin. Islom bitta olmani oling uchun. Kelyapman. Bitta savolni tanlaymiz. Yo'q, bu emas, bulardan tanlaymiz. Ovozimizni baland qilib o'qiymiz. Onangiz sizni kelajagingiz uchun nimalardan voz kechgan deb o'ylaysiz? Nimalardan voz kechgan? Onangiz sizning kelajagingiz uchun o'zining dam olishidan. Vaqtida sen uchun senlar shug'ullanadi, to'g'rimi? Hamma taraflama, bilim taraflama ham, tozalik taraflama ham. Rahmat onangizga. Bemalol tushunmoqda. Endi bizda kimlar tayyor edi? Kimlar tayyor edi? Munisa kel. Savol javobi bergandan keyin qarsaklab turishimiz mumkinmi? Albatta berdik onamizga. Onangizni 3 ta yaxshi fazilatlarini ayting. Eshitamiz. Darsda yordamlashadi, uy tozalaydi. She'r aytganda Shuni davomlarini qilib beramiz. Barakalla. Qarsaklab qo'yamiz. Barakalla. Onamizga yordam beryapmiz-da biz. Siz sehrga bo'lsangiz bugun onangizga nima tilagan bo'lardingiz? Siz sehrga bo'lsangiz bugun onangizga nima tilagan bo'lardingiz? Nima tilagan bo'lardingiz? Yana qanday onangiz uchun yaxshi farzand bo'lib, kelajakda bir kasbni egasi bo'lib, ota-onangizga rahmat eshitishmi? Barakalla. Sizlar Agar onangiz bir kun uyda bo'lmasa, hayotingiz nima o'zgaradi? onangiz bir kun uyda bo'lmasa, nima o'zgaradi uyingizda? Dars olib qolamizmi? Barakalla. Bemalol ketamiz. Siz mevani oling qo'lingizga. onangiz bir kunlik mehnatini sanab bera olasizmi? Bir kunda onangiz nimalar qiladi? Ertalabdan saharlik tayyorlaydi, to'g'rimi? Saharlik tayyorlaydi. Birinchilar kiyimlarimizni yuvadi. Ovqat pishiradi kechasi. Yana nimalar qiladi? Uyni supuradi. Sen maktabdan kech qolsang qancha xavotir oladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Barakalla, mayli o'tirib oling. Yana kimlar tayyor? Yigitlardan Ibrahim.
Agar ertaga mashhur inson bo'lsam, onam haqida shunday deyman. Davom ettiring. Agar ertaga mashhur inson bo'lsangiz, onangizga nima degan bo'lardingiz? Davom qiling. Javob beradi. Aha. Onangizni qachon borasiz? Yana nima qilasiz? Doim xursand qilasiz. Barakalla. Barakalla, ofarin. Ikkita olmamiz qolibdi bizni. Kim Maftuna? Ona deganda ko'z oldingizga qanday Obraz keladi. Qanday ayolni tasavvur qilasan ona? Mehrli. Sen uchun sabr toqatli, to'g'rimi? 4 ta farzandni voyaga keltirib, Sizni hech qachon uyaltirmayman chunki Ona, men sizni hech qachon uyaltirmayman, chunki debdi. Keyin gapni davom qildim. Sen qanday farzandsan onang uchun? Yaxshi. Aha, bilimli. Haftada necha besh oladigan? 40-50 ta. Choraklar hammasi 5 mi? Barakalla. Ofarin. Mevani olib o'tirib oling.